Germaniya oilaviy byudjetni qanday qilib boshqarish mumkin deb o'ylaysiz? Juda ham qiziqmi? Rostini aytishim kerak, juda ham tejamkor oilamiz deb ayta olmayman, ammo oilaviy byudjetimizni imkon qadar tartiblashga harakat qilamiz. Biz uchun eng katta xarajat bu ijara, ya'ni uy ijarasi. Agar to'g'ri joydan uy tanlangan bo'lsa, bu balkim 100 yoki 200 yevro arzonroq bo'lishi mumkin. Har bir oilada bo'lgani kabi, bizning oilamizda ham oziq-ovqat uchun xarajatlar doimiy yoki har kuni bo'ladi. Sizda ham shunaqami? Ammo Germaniya supermarketlarida mahsulotlarni juda ko'p aksiyaga tushganligi sababli mahsulotlar bu aksiyalardan vaqtida va kerakli mahsulotlar uchun sarflaymiz. Uy uchun kerakli mahsulotlarni katta hajmdagi idishlarda sotib olamiz. Siz qanaqa qilasiz? Bu men uchun qiziq. Bu mahsulotni alohida sotib olishdan ancha arzonroq. Keyingisi, farzandlarimiz uchun Germaniyada vaqt o'tkazishda ko'proq ochiq tabiatni tanlaymiz. Bu ancha arzonroq va Germaniya tabiati juda ham chiroyli. Bu juda ham ko'p imkoniyatlarni beradi va o'zimiz bilan tayyor ovqatlarni emas, uydan tayyorlangan ovqatlarni olib olaman. Bunaqa tanlov ancha xarajatlarni kamaytiradi. Siz qanday qilib oilaviy xarajatlaringizni kamaytirasiz? O'z tajribalaringiz bilan bo'lishingchi.